Zominga butun dunyoga ikkinchi Shvetsariya nomi bilan mashhur bo'lgan joyga ota-onamni dam olishga olib bordim. Ko'rayotganingiz Zamin Forest dam olish maskaniga Zominda kanali asoschisi Sardor akamizning takliflari bilan tashrif buyurdik. Bu yerda nafas yo'llarini ochadigan tuzg'ori, asablar tinchlantiradigan muolaja, chap oyog'imda og'riq bordi, unga ham lechini shunda yotib voy dod muncha mazza deyaveribman. Aparachilar og'irgi modelda bor-ku, ayamam bu yoqda lechinalar olib rahmat bolam deyaveryapti-ku. Bunday qarasam gay degan xona bor ekan. Shunday kirsam yodli xona ekan-ku. Dadam bilan massajga bordik. Dadam ham massajlar 18 yoshli yigitday bo'ldi. O'zim ham massaj qilib qo'ydim kerak bo'lsa. O'zim ham massajchilar olib voy dod hayot bu yoqda ekan-ku deyaveryapman. Oyog'imda og'riq vabshi qolmadi. Keyin sauna qilib bassinchaga kalla otdik. Dadam ham delfinchaday sizda o'zi ham bor-ku. Bir so'z bilan aytganda inadan qayta tug'ilganday bo'ldik. Keyin oshxonasiga kirdik. Bu yerda 3 mahal turli tuman ovqatlar berilar ekan. Ovqatlar shunaqa shirin, chizim burak xijolat. Kechqurungi atmosfera alohida mavzu. Dadam bilan halginchakda o'tirib, hangamachan urdik. Ertasi kuni Zomindagi osma ko'prikka bordik. Dadam ayam shunday xursand, ular xursandligini ko'rib borku, ichimga sig'mayapman-da, toqqa chiqib chopyapman yoqdan bu yoqqa. Keyin nafasimni qaytib qo'yib 2 soat o'tirdim. Hazil Zominni bekorga Shvetsariyaga tenglashtirmas ekan. Sharsharalar ko'rib borku. O'zbekistonda shunaqa joy bormi deb baqiraveryapman. Tog'dan bor degan aksoda kelyapti. Keyin mana qutichaga o'tirib Zominni tepadan tomosha qildik. Ota-onam mana manzaralar ko'rib 20 yoshga yosharib ketdi. Oxirida senga podpisatsiya qilib seni kuzatayotgan hamma podpischilaring millioner bo'lib ketishsin deb duo qilishdi. Duolar ijobat bo'lsin deganlar bitta like bosib qo'yamiz.